بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، tungi namoz ahkomlari haqidagi darsimizni davom ettiramiz. Alloh izni bilan bugun tahajjud ahkomlari yoki qiyomul layl ahkomlariga oid, ya'ni birinchi bobga oid oxirgi faslni o'tamiz. Oxirgi fasl bu qiyomul laylga yoki tahajjudga oid tarqoq har xil masalalar. Ya'ni bu fasl ostida bir 6 ta masala zikr qilamiz. Birinchi masala, Ramazondan boshqa paytda jamoat bo'lib tahajjud o'qish yoki qiyomul layl o'qish hukmi nima? Ramazonda jamoat bo'lib o'qish bu sunnat. Tarovih namozini o'qiymiz masjidga borib, qiyomul layl o'qiladi va hokazo. Ya'ni bular Ramazon oyida bo'lsa jamoat bo'lib o'qish mustahab. Lekin Ramazondan boshqa paytda ham jamoat bo'lib yig'ilib bir kishi imom bo'lib tahajjud o'qisa bo'ladimi? Qarang, agar masjidda yig'ilib, kelishib, falon kecha yig'ilamiz, masalan, dushanba kechasi yoki falon kecha yig'ilamiz, hamma kelsin, tahajjud o'qiymiz deb kelishib olinsa, bu joiz emas, bid'at bo'lib qoladi. Ya'ni Ramazondan boshqa paytda masjidlarda yig'ilib, kelishib namoz o'qish bunga dalil kelmagan, bid'at bo'lib qoladi. Ammo inson gohida uyda yoki bir tor doirada gohida jamoat bo'lib tahajjud o'qishi yoki qiyomul layl o'qishi bu joiz. Ya'ni doimiy ravishda bo'lmasa, onda sonda bo'lsa, bu joiz hisoblanadi. Shayx al-Islom rahimahulloh Majmu'ul Fatawa kitobida aytadiki, nafl namozlarni jamoat bo'lib o'qish ikki xil bo'ladi deganlar. Birinchisi, muntazam jamoat bo'lib o'qish sunnat bo'lgan namozlar. O'zi muntazam doimiy ravishda jamoat bo'lib o'qish sunnat bo'lgan namozlar bor. Masalan, kusuf namozi, istisqo namozi yoki Ramazondagi o'qiladigan tarovih, Ramazonda tarovih o'qiladi yoki Ramazondagi qiyom, bular jamoat bo'lib o'qilish, o'zi muntazam ravishda ham jamoat bo'lib o'qilish sunnat bo'lgan namozlar deydi. Ikkinchi xili bor, la tusannu lahul jama'atur ratiba deydi. La tusannu lahul jama'atur ratiba, muntazam jamoat bo'lib o'qish sunnat hisoblanmagan namozlar. Masalan, shu qiyomul layl, Ramazondan boshqa paytda, ya'ni qiyomul layl yoki sunanur ratiba, farzdan oldingi keyingi sunnatlar, zuho namozi, tahiyatul masjid va hokazo. Bular muntazam ravishda jamoat bo'lib o'qilishi kelmagan deydi. Shunga ko'ra, fa iza fu'ila jama'atan ahyanan jaza deydi. Ya'ni gohida jamoat bo'lib o'qilsa ham shu namozlar joiz deydi. Zuho namozi yoki qiyomul layl, hokazo. Hatto sunanur rawatib deyapti. Sunanur rawatibni ham shunga kirgizyapti. Ya'ni gohida o'qilsa joiz deyapti. Ammo buni doimiy tarzda jamoat bo'lib o'qish g'ayru mashru'a. Bu shariatda yo'q, balki bid'at bo'lib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, tobiinlar masalan rawatib sunnatlarni jamoat bilan o'qishga ular nima qilishmagan, odatlanishmagan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam jamoat bo'lib nafl o'qiganliklari kelgan, bu ahyonda juda oz, ya'ni gohida bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kecha o'zlari qiyomul layl qilib namoz o'qiyotganliklarida Ibn Abbos radhiyallohu anhu shu Maymuna onamizga tunab qolganliklarida turib orqasidan kelib Rasululloh o'zlari namoz o'qiyotganda kelib ergashganlar, iqtido qilganlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamga. Boshqa bir kechada esa Huzayfa radhiyallohu anhu bilan tahajjud o'qiganliklari kelgan. Yana boshqa bir kechada Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bilan jamoat bo'lib birga tungi namoz o'qiganliklari kelgan. Itban ibn Malik al-Ansari radhiyallohu anhu uyida jamoat bo'lib namoz o'qiganliklari kelgan. Shuningdek Anas radhiyallohu anhu, Anasning onalari va bir yetim bilan birga jamoat bo'lib kunduz kuni namoz o'qiganliklari kelgan. Mana shu jamoat bilan o'qigan namozlar mana shu sanab o'tilgan 5 ta hadis taqriban. Boshqa o'rinda kelmagan, ma'lum emas. Shu 23 yil davomida Nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin 40 yoshda payg'ambar bo'lib vafot etganlaricha naql qilingani shu jamoat bo'lib o'qiganliklari. Ammo aksar o'qigan nafl namozlarini yolg'iz holatda o'qiydigan bo'lgan, ya'ni jamoat bo'lib o'qimaganlar deydi. Keyin yana boshqa bir so'zda aytadi Majmu'ul Fatawa kitobida, agar bir qavm jamlanib ayrim kechalarda odatlanmagan holatda masalan nafl namozni jamoat bo'lib o'qishsa, bu endi nima? Joiz deydi. Lam yukroh, ya'ni makruh emas deydi. Lekin buni odat qilib olish, qachon o'sha masalan har hafta yig'ilamiz shu kuni, har oyda falon kuni yig'ilamiz, shu oy kelishi bilan, shu oy yoki har oyda o'sha kun kelishi bilan yig'ilib masalan shu namozni o'qiymiz desa, xuddi jumani masalan har hafta jumaga boriladi, juma o'qiladi, shunga o'xshab bir kunni belgilab qo'yib doimiy o'qib yurish bu makruh deydilar. Chunki dinni o'zgartirish bor bunda deydi. Shunga ko'ra masalan bundan kelib chiqib hozir bir kishi tahajjud o'qisa, ayoli iqtido qilsa bo'ladimi? Ayoliga iqtido qilib bo'lmaydi. Ayoli o'qisa, eri iqtido qilib bo'lmaydi. Lekin eri o'qisa, ayoli kelib eriga iqtido qilsa bo'ladimi tahajjud namozida? Shu ahyonda bo'lsa bo'ladi deymiz. Aynan shu masala, hozirgi masala. Ya'ni gohida bo'lsa bo'ladi. Buni odat qilib olmaslik kerak. Har kecha turib masalan birga tahajjud o'qiymiz deb kelishib olib nima qilsa bo'lmaydi. Lekin eri turgan ekan, ayoli ham turib orqasidan kelib iqtido qilib o'qisa masalan,
va bu doimiy tarzda bo'lmasa joiz hisoblanadi. Shayx Husaymin rahimahulloh dan so'rashgan, men tahajjud namozida ayolimga imom bo'lib namoz o'qisam bo'ladimi deganda, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sobitmi deb so'ralganda, shayx javob berib aytadilarki, tahajjud namozida ayolingga imom bo'lib namoz o'qisang bo'ladi, lekin albatta orqada turadi. Ya'ni bir o'zi bo'lsa ham orqada turish kerak. Ayol kishi o'zingizda ayolingiz bo'lsa ham yoningizda turmaydi. U orqada turadi. Va yana bir sharti dedi, alla taj'al zalika daiman walakin ahyan, doimiy qilmagin buni, odat qilmagin, gohida bo'lsa bo'ladi degan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam biron bir ayollari bilan birga kechalari imom bo'lib qolgan ayollari ixtilof o'qiganligini bilmayman dedi. Yani bu narsa sunnatda sobit bo'lganligini bilmayman. Lekin boshqa sahobalar bilan sobit bo'lganligidan olib ahyonda qilsa bo'ladi deyapti. Lekin buni doimiy odat qilib olish bo'lmaydi degan. Ya'ni sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday qilgan bo'lsalar, shunday ergashish sunnat deyiladi. Ya'ni doimiy qilgan ishlarini doimiy qilish, gohida qilgan ishlarini gohida qilishimiz shu sunnatga muvofiq bo'ladi. Shu sunnatga muvofiq bo'ladi. Demak, gohida o'qidilarmi jamoat bo'lib, shu gohida o'qisa bo'ladi deymiz. Uni davomiy qilsa, bu shariatni o'zgartirish bo'lib qoladi. Ikkinchi masala, tahajjud namozini qazosi o'taladimi, yo'qmi? Masalan, tahajjud o'qirdingiz, tura olmay qoldingiz biron bir kecha, nimadir sabab bo'lib, kasal bo'lib yo uxlab qoldingiz masalan, hokazo. Bu masalada, ya'ni ahli ilmlarning gapi, ba'zilar o'qiladi deydi qazosi, ba'zilar o'qilmaydi deydi. Lekin umumiy olganda qazosini o'tab qo'yish mustahab, ya'ni xullas, mustahab. Inshaalloh vitr namozini haqida kelganimizda yana batafsilroq bunga to'xtaymiz. Vitr namozini qazosi o'taladimi yoki vitr namoz bilan tungi namozning orasidagi farq nima deganda, ba'zi ulamolar tungi namozni qazosi o'talmaydi, lekin vitrni qazosi o'taladi deydi. Farqlardan bittasi. Vitr namozini qazosi o'taladi, lekin tungi namozni qazosi o'talmaydi deydi. Lekin ko'pchilik ulamolar yo'q, o'sha tungi namozni qiyomul laylni o'qiy olmay qolsa o'qiydi deydi. Qazosini o'tash mustahab deydi. Yani bu masalada ikki xil fikr bildirishgan. Shu vitr bilan farqini bayon qilganda, yo'q, vitrni qazosi o'taladi, qiyomul laylni qazosi o'talmaydi deb farqlaganlar bor. Ba'zi masalan, deylik siz 8 rakat tahajjud o'qib, 3 rakat vitr o'qigan bo'lsangiz, uxlab qolsangiz, faqat 3 rakat vitrni o'zini qazosini o'taysiz. 4 rakatni emas masalan, yoki 8 rakatni emas deydiganlar bor. Ba'zilar yo'q, shu qiyomul laylni hammasini o'tash mustahab. Ya'ni qanchaga odatlangandiz, hammasini o'tash mustahab deyshadi. Shayxul Islom rahimahulloh dedilar: "Istahabba al-a'immatu an yakuna lir-rajuli 'adadun min ar-rak'at yaqumu biha min al-layli la yatrukuha." Ya'ni imomlar mustahab sanashgan. Kishini kechasi o'qiydigan ma'lum bir rakat namozi bo'lsin, virdi bo'lsin. Ya'ni har kim sharoitiga qarab 2 rakatmi, 4 rakatmi, vitr bilan birga, vitrdan tashqari masalan shu mustahab ma'lum bir rakat o'qiydigan namozi bo'lishi mustahab deyishgan. Hech ham tark qilmasin shuni. Odat qilvasinda xuddi 5 vaqt namoziga qanday odatlanib tark qilmagandek, tungi namozga ham bir ozgina bo'lsa ham nima qilsin, odatlansin, necha rakat bo'lsa ham. Fa in nashita atalaha, agar g'ayrati bor bo'lsa nima qilsin? O'sha rakatlarni uzoq o'qisin. Va in kasila yoki kasala xaffafaha. Ya'ni yalqovlik qilsa, dangasalik qilsa, ba'zi kechalari erinib turgan bo'lsa, yengil qilib bo'lsa ham o'qisin, lekin kanda qilmasin, o'qimay qo'ymasin. Va in nama anha, agar uxlab qolsa, salla badalaha bin nahar, o'rniga kunduz kuni o'qisin. Demak, shu ulamolar shuni mustahab degan deyapti. Mana shu yerda hozir bizda kerak yeri, uxlab qolsa kunduz bo'lsa ham o'qisin deyapti. Uxlab qolsa kunduz bo'lsa ham o'qisin degan joyi. Demak, qazosi o'taladi deyilyapti. Qazosi o'taladi degan narsa kelib chiqyapti. Demak, bir har kimni xuddi vitrni yoki 5 vaqt rakat namozda qanday doim sunnatlar bilan kanda qilmay o'qigandek, qiyomul layldan ham bir nasibasi bo'lsin mo'min kishini. Kim sharoitiga qarab qancha rakat tanlasa, 2 rakatmi, 4 rakatmi, 6 rakatmi, bo'ldi, shuni hech kanda qilmasin o'zini vazifasini. In nashita atalaha, ya'ni o'zida bir qudrat, imkoniyat sezsa, bo'ldi, shuni uzoq o'qisin. Yalqovli ozgina erinib turgan bo'lsa, yengil qilib bo'lsa ham o'qisin, qisqa suralarni qilib bo'lsa ham o'shani o'qisin, shu 4 rakatni kanda qilmasin. Uxlab qolsa qazosini bo'lsa ham o'tab qo'ysin degan joydan nima tushuniladi? Qazosi o'talishi tushuniladi. Shayxul Islom aksini aytgan. Vitrni qazosi o'talmaydi, qiyomul laylni qazosi o'taladi degan. Ya'ni ishkal masalalardan bittasi bu. Inshaalloh buni o'sha vitr bobida yana keyinroq to'xtalamiz. Ba'zilar aksini aytadi. Yo'q, nima o'taladi? Vitrni qazosi o'taladi, qiyomul laylni o'talmaydi desa, Shayxul Islom qiyomul laylni qazosi o'taladi, vitr o'talmaydi deydi. Bitta hozir zohir o'sha qiyomul layl haqida gapiryapti. Shuni uxlab qolsa qazosini o'taydi degan. Va Oysha onamizning hadisini keltirishadi. Imom Muslim rivoyat qilgan. Kana nabiyulloh sallallohu alayhi vasallam idza salla salatan ahabba an yudawima alayha. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir namoz o'qisalar, shu namozda o'sha amalda bardavom bo'lishni yaxshi ko'rardilar. Va kana idza g'alabahu nawmun aw waja'un an qiyamil layl. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyamul layl o'qishlikdan uyqu g'olib kelib qolsa yoki biron bir kasallik bo'lib o'qiy olmay qolsa, salla minan nahari 12 rak'a.
kunduz kuni 12 rakat qilib o'qib olardilar. Kunduz kuni 12 rakat qilib o'qib olardilar deyilyapti. Demak, ushbu hadisdan nima tushuniladi? Kunduz kuni o'qiladigan o'sha qiyomul laylning qazosi kechasi o'qiydigan miqdoricha bo'lishi mustahab. Shu miqdoricha bo'lishi mustahab. Lekin toq tarzda emas, juft tarzda o'qiydi. Masalan, hozir 11 rakat o'qigan bo'lsalar, 12 rakat qilib o'qidilar. Siz 3 rakatga odatlangan bo'lsangiz 4 rakat qilib o'qiysiz. 5 rakatga odatlangan bo'lsangiz 6 rakat qilib o'qiysiz va hokazo kunduz kuni qazosini o'tasangiz. Shayx Ibn Boz rahimahulloh aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam odatlari 11 rakat bo'lgan. Shuning uchun uxlab qolganlarida uxlab qolsalar yoki kasal bo'lib o'qiolmay qolsalar, kunduz kuni 12 rakat qilib o'qirdilar deyilyapti. Shayx Ibn Boz aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha kechki virdlari shu uyqu sababli, uxlab qolib yoki kasal bo'lganliklari sababli o'qiolmay qolsalar, kunduz kuni 12 rakat o'qirdilar. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam g'oliban 11 rakat o'qiganlar. Ya'ni 13 rakat o'qiganliklari ham kelgan, lekin g'oliban 11 rakat o'qiganlar. Shu kechasi o'qiolmay qolsa, kunduzi 1 rakat qo'shib 12 rakat qilib o'qib qo'yganlar. Har 2 rakatda salom berganlar dedi. Shunga ko'ra dedi, bir kishini odati 5 rakat o'qish bo'lsa, kechasi kunduzi uxlab qolgandan keyin 6 rakat qilib o'qiydi degan. Yo zuho paytida o'qisin, yo peshindan keyin o'qib qo'ysin dedi. Zuho paytida o'qib olgani yaxshi. Ya'ni aynan choshgoh paytida, ya'ni peshin paytigacha o'qib olgani afzal. Peshindan oldin afzalroq bo'ladi, chunki Umar radhiyallohu anhu hadisida man nama an hizbihi aw shay'in minhu, kim o'zini hizbi o'sha vazifasidan uxlab qolsa yoki bir qismidan bo'lsa ham uxlab qolsa, hammasini o'qiy olmadi, lekin bir qismiga ulgurdi. Faqara'ahu fima bayna salatil fajr va salatil zuhri, va uni bomdod bilan peshinni orasida o'qisa, xuddi kechasi o'qiganday bo'ladi. Demak, kechasi o'qiy olmagan virdini, vazifasini kunduzi bomdod bilan peshinni orasida o'qisa, shuni kechasi o'qiganning hukmida bo'ladi. Xuddi o'sha qazosi adoni hukmida bo'ladi deyildi. Shu hadisga tayanib peshindan oldin bo'lgani afzal deyapti, qazosini o'tasa. Peshindan keyin o'tasa ham bo'ladi, lekin shu hadisga asoslanib peshindan oldin bomdod bilan peshinni orasida bo'lsa yaxshi deydi. Fa idza kana hada hizban min al-Qur'an fa inna hizbahu min as-salah wa adadahu min as-salah idza sallaha qabla adh-dhuhr yakunu afdal deyapti. Ya'ni hozir hadisda man nama an hizbihi aw shay'in minhu dedi. Qur'onni o'qib yurgan, ya'ni Qur'ondan o'qib yurgan miqdori o'qiy olmay qolsa deb keldi. Endi hadisda shunday bo'lib kelgani bilan bu Qur'onga tegishli, Qur'on qiroatdagi vazifasi bo'lsa, shuni o'qiy olmay qolsa kunduz o'qisin deyapti. Endi namozdagi virdi, namoz o'qiydigan necha rakat masalan o'qib yurgan bo'lsa, o'sha virdi buni ham shunga qiyos qilib yoki ba'zida shu hadis umumiga o'zi kiradi deydi. Nima qilib olsa, peshingacha ado qilgani afzal deydi. Endi peshindan keyin o'qisa ham o'zi bo'ldi, qazosini o'tagan bo'ladi. Lekin peshingacha bo'lsa afzal deydi. Ya'ni o'sha hadisda man nama an hizbihi aw shay'in minhu, kim o'zini hizbini ado qilolmay uxlab qolsa yoki bir qismini ado qilolmay qolsa, peshin bilan bomdod bilan peshin orasida o'qib qo'ysa, kechasi o'qiganday bo'ladi degani. Bu shunchaki Qur'on o'qishmi yoki o'sha namozdagi hizbimi? Ulamolar buni sharhida Iroqiy rahimahulloh hal murod bihi salatul layl, bundan maqsad tungi namozmi yoki qiraatul Qur'an fi solah aw g'ayri solah, yoki namozdan boshqa payt Qur'on o'qish o'zi masalan bir pora Qur'on o'qib yurgan bo'lsa, kechasi shuni o'qiy olmay qolsa, kunduzi o'qisa xuddi kechasi o'qigandek bo'ladi deganimi? Yani namozdagi qiroat nazarda tutilyaptimi yoki namozdan tashqaridagi Qur'on o'qish nazarda tutilyaptimi? Ehtimol bor. Ikkala ma'no iroda qilingan bo'lishi ehtimoli bor deydi. Xullas nima bo'lganda ham tungi namozni mana shu gap, mana shu hadislardan kelib chiqib, Shayx Islomning gaplaridan kelib chiqib, ya'ni kechasi o'qiy olmay qolgan namozini kunduzi o'qib qo'yish mustahab. O'qib qo'yish mustahab bo'ladi. Uchinchi masala, xuftonni 2 rakat sunnati bilan tahajjudni qo'shib bitta niyat qilsa bo'ladimi yo'qmi? Ya'ni masalan, siz xuftondan keyin 8 rakat o'qib, 3 rakat bitir o'qib yotmoqchisiz deylik masalan. Tejash uchun nima qilyapsiz? 8 rakatni shu xuftonni farzidan keyin 2 rakat sunnati kelganda, buni ham 2 rakat sunnati, ham qiyomul laylni birinchi 2 rakati deb niyat qilib olsangiz, shu bittada ham sunnatga, ham 2 rakat nimaga qiyomul laylni 2 rakatiga o'tadimi yo'qmi? Yengil o'qib olsin deganini siz shunga mo'ljallayapsiz-da, 2 rakat yengil o'qib olish sunnat-ku. O'sha yengil 2 rakatni shunda niyat qilib olsa bo'ladimi yo'qmi? Shundan keyin yog'iga faqat 6 rakat o'qiysiz. Keyin 3 rakat o'qib tugatasiz. Shunda hammasi bo'lib 8 rakat o'qib, ham xuftonni ham sunnatni o'qigan bo'lasizmi? Ya'ni bitta niyat, ikkita niyatni shu bitta fe'lda jamlasa bo'ladimi yo'qmi? Bu masalada ixtilof bor. Ba'zi ulamolar bo'ladi deydi buni. Nimaga desa, chunki qiyomul layldan maqsad tunni ibodat bilan o'tkazish xullas deydi. Shu xuftondan keyin 2 rakat sunnatni o'qiysizmi,
vitr o'qiysizmi, hatto qazo namozlari o'qiysizmi, xuftondan keyin ibodat bilan mashg'ul bo'lish bo'ldi qiyomul laylga kiradi deydi. Namoz o'qish. U qanaqa namoz bo'lishidan qat'iy nazar deydi. Ya'ni Shofiylardan Jayrami Xatibga yozgan hoshiyasida aytadiki, yahsulu bi fardin walau qada'an aw nazra deydi. Farz bilan ham hosil bo'laveradi qiyomul layl. Qazo namoz bo'lsa ham, nazr bo'lsa ham, va naflin muaqqat kazalik. Ya vaqt tayin qilingan nafl bo'lsa ham, walau sunnatul isha, xuftonning sunnati bo'lsa ham yoki vitr bo'lsa ham, haythu kana ba'da fi'l al-isha, modomiki xuftondan keyin ado qilinayotgan bo'lsa, shuni hammasi qiyomul laylga kiradi deydi. Qiyom kiradi deydi. Lekin ba'zi ulamolar bo'lsa, yo'q, xuftonning 2 rakat sunnati alohida namoz, qiyomul layl alohida shariat maqsad qilgan namoz, uni ikkisini jamlab turib bittada ado qilib bo'lmaydi deydi. Ikkisi 2 namoz. Ya'ni buni alohida o'qing, buni alohida o'qing. Ikkisini bitta niyat qilib nima qilsa bo'lmaydi deydi. Va tungi namoz alohida maqsad qilingan namoz ekanligiga bir qancha dalillar dalolat qiladi deydi. Shulardan biri, masalan, hozir shom xufton o'qigan, shom xuftonning farzini o'qigan kishi ham bo'ldi qiyomul layl o'qidi deyilmaydi. Shomning 3 rakatini, xuftonning 4 rakat farzini o'qigan odam ham 7 rakat qiyomul layl o'qidi demaymizda. Yo'q, bu farzini ado qildi. Qiyomul layl undan boshqa namoz. Demak, u tunda bo'ldi namoz o'qish emas. Maqsad tunda namoz o'qish emas, bu xos namoz, ya'ni o'sha qiyomul layl deb niyat qilib o'qilish kerak bo'lgan namoz. Bu birinchidan dedi. Ikkinchidan, ulamolar, ba'zi Shofiy mazhab ulamolari maqsad, shariatda maqsad qilingan namozlar bor, maqsad qilinmagan namozlar bor. Shu maqsad qilinmagan namozlarni bir 16 tasini sanaydi. Uni orasida qiyomul laylni zikr qilishmagan. Demak, qiyomul layl o'sha maqsadi bor, shariat nima asosiy o'zining bir maqsadi bor bir namozga kiradi u. Masalan, deylik, o'sha g'oyr maqsuda bo'lgan, maqsad qilinmagan namozlardan bittasi, masalan, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid u o'zi maqsad qilinmagan. Asosiy maqsad masjidga kirganingizda o'tirmasdan 2 rakat namoz o'qib olishingiz. Endi u namoz aynan tahiyatul masjid bo'ladimi? Yo kirib bomdod 2 rakat sunnatni niyat qilasizmi? Yoki kirib olib masalan boshqa bir namozni niyat qilib o'qidingizmi? Farqi yo'q, u o'zi maqsad qilinmagan. Asosiy maqsad o'tirishingizdan oldin namoz o'qimay o'tirmang. Shu. Endi boshqa namozni niyat qilsangiz ham, siz maqsad hosil bo'ldi, siz namoz o'qimay o'tirmadingiz. Ammo qiyomul layl unaqa emas. Maqsad tunda o'qilsa bo'ldi emas. Yo'q, bu xos o'sha qiyomul layl niyatida o'qiladigan namoz, uni nima bilan qo'shib olsa bo'lmaydi, jamlab olsa bo'lmaydi deydi. Va uchinchidan deydi, bu qazosi o'taladigan namoz. Modomki qazosi o'talyaptimi, demak o'zi maqsadi bor bo'lgan alohida namoz bu. Mustaqil maqsadga ega bo'lgan namoz, ya'ni bu bir nima qaysidir namozga tobe bo'lgan namoz emaski, uni nima bilan qo'shib o'qisa bo'ladi deydigan. Xo'p, 4-chi masala, qiyomul layl o'qiyotgan kishi bir yonlarida tafsiri bor bo'lgan mushafni olib o'qisa bo'ladimi? Tushunmagan oyatlarni o'shandek mana kalima ma'nosi mana ekan deb qarab qo'yib namozda davom etsa bo'ladimi, yo'qmi? Shu masalani Shayx ibn Bozdan so'ralganda zarari yo'q degan ekan, bo'ladi deb javob bergan ekan. Demak, ba'zi Qur'onlarni masalan chetlarda notanish kalimalarni mahv qo'yilgan, ma'nosi berilgan. U endi siz masalan ana u tafsir muyassarga o'xshab olov dumasini tarjimasini olib o'qiysiz degani emas u. Lekin u shunchaki masalan ko'proq buni arablar so'rayapti endi. O'zi bir ba'zi oyatlarning ma'nosini tushunmay qolsa, shu tushunarsiz kalimalarni arabcha bilan masalan tushuntirib bergan qisqacha nimalar bor. O'shanga bunday qarab qo'yib, ya'ni ko'zda qarab qo'yib, ha ma'nosi bu ekan deb tadabbur qilish uchun va hokazo bo'ladimi deganda bo'ladi degan. Hozir Qur'onni o'zini olsa bo'ladi. Xo'p, endi shu qisqacha ma'nolarni tushuntirib bergan Qur'onni olsa ham zarari yo'q degan ekan, allohu alam. 5-masala, tahajjud o'qish afzalmi yoki kechani ilm talabida o'tkazgan afzalmi? Qaysi biri afzal? Ya'ni kechasi talabi ilm qilgan afzalmi yoki qiyomul laylda o'tkazgan afzalmi degan masala. Qarang, umumiy olganda ulamolar nima deyishadi? Talabi ilm qilish afzal deb umumiy qilib aytishadi. Imom Navoiy Majmu' kitobida Sufyan as-Savri va Imom Shofiydan naql qiladi. Laysa shay'un ba'dal fara'idi afzal min talabil ilm. Farz ibodatlardan keyin talabi ilmdan ko'ra afzal amal yo'q deyishgan. Imom Ahmad ibn Hanbaldan so'rashgan, ayyu shay'in ahabbu ilayk? Sizga qaysi biri yaxshiroq? Ajlisu bil-layli ansahu aw usalli atatawwa? Kechasi bilan ilm yozib chiqqanim afzalmi yoki ilmiy masalalarni yozib chiqqanim afzalmi yoki namoz o'qib chiqqanim afzalmi deganda aytgan ekanlarki, nasxuka ta'lam biha amra dinika fa huwa ahab yoki tata'allam bihi amra dinika fa huwa ahab. Ya'ni kechasi o'sha ilm yozib chiqib diningizni o'rganishingiz afzal namoz o'qib chiqqandan ko'ra deyilgan. Namoz o'qigandan ko'ra afzal deyishgan. Shayx Usaymin rahimahulloh ham javoblarda aytadiki, shu masala haqida talabi ilm bu qiyomul layldan afzal deydi.
Chunki Imom Ahmad aytganlaridek, la ya'diluhu shay, ya'ni al-ilmu la ya'diluhu shay liman sahhat niyyatuhu. Niyati sahih bo'lgan, niyati to'g'ri bo'lgan kishi uchun ilmga yetadigan narsa yo'q, ya'ni fazilatda ilmga yetadigan narsa yo'q agar niyati to'g'ri bo'lsa degan ekanlar Imom Ahmad. Endi bu niyat qachon to'g'ri bo'ladi? Yanviya bihi raf'al jahli an nafsihi, ilm o'rganishdan maqsad o'zidagi jaholatni ketkazish, o'zi dinini o'rganish va an g'ayrihi va boshqalarga o'rgatish. Shu niyatda o'rgansa, u niyati to'g'ri qilgan bo'ladi. Ya'ni o'zim dinimni o'rganay va boshqalarga ham dinni o'rgatay degan maqsadda shu niyatda ilm o'rgansa unga yetadigan endi amal yo'q degan ekan. Shunga ko'ra kim kechalari talaba ilm maqsadda bedor bo'lsa, Allohning yuzi uchun bo'lsa bu, xoh o'zi o'rgansin, xoh birovga ta'lim berish uchun bo'lsin, u qiyomul layldan ko'ra yaxshiroq deb turib, lekini bor. In amkanahu an yajma bayna al-amrayn fa huwa awla. Aslida ikkala amalni jamlashda imkoni bo'lsa, jamlagan afzal bo'ladi. Endi bu qachon unisi afzalmi, bunisi afzalmi degan narsa, ida tazahama al-amran. Shu ikki narsa bir-biriga zid kelib qolsa, ya'ni qiyomul layl o'qiyman desangiz, bitta darsingiz qolib ketyapti, ulgurmay qolyapsiz deylik masalan, hokazo. Shunaqa paytda endi qiyomul laylni qo'yib turib bo'lsa ham darsingizni qilib olishingiz shunaqa o'rinlarda muqaddam qilinadi. Ya'ni ida tazahama al-amran, ikkalasini jamlashda imkoni bo'lmasa, shunda shar'iy ilmni talab qilish afzal bo'ladi. Tungi namozni o'qigandan ko'ra deb turib, shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga uxlashdan oldin o'tir o'qib olgan deb vasiyat qilganlar. 3 ta narsaga vasiyat qilib, shulardan bittasi uxlashdan oldin o'tir o'qib olgan deganlar. Buni sababi Abu Hurayra radhiyallohu anhu kechalari bilan hadis takrorlab chiqadigan bo'lgan. Endi ertalab tahajjudga uyg'ona olmaydigan bo'lganligi uchun bitirni o'qib keyin yotgan deganlar. Bitirni o'qib yotgan deb vasiyat qilganlar. Chunki kechasi bilan ancha mahalgacha hadis takrorlagandan keyin ertalab uyg'onish qiyin bo'lishi mumkin, shuncha bitirni o'qib yotgan deb vasiyat qilganlar deydi. Shunga ko'ra, ya'ni talib ilm nima qilish kerak? Iloji boricha o'sha ozgina bo'lsa ham birda bo'lish kerak talib ilmni. Ya'ni bir gohida shuni olib talab ilm afzal ekanini deb mutlaqo tashab qo'yadi. Ba'zilar nima 5 vaqt namozdagi sunnatlarni ham qarasangiz tashab qo'yadi. Shu namozni o'qishi bilan o'li kitob oladi, agar hali shu mushtahid bo'lsa shu darajada. Ya'ni salom berishi bilan na zikr qiladi, na boshqa qiladi yoki bir na sunnat o'qiydi. Bularning hammasini tark qiladi. Ha desa, bu nafil ibodatlarning hammasidan ilm afzal. Ilmni samarasi sizda ko'rinmasa, bir amal qilishga undamasa, ilmni ko'paytirishdan nima foyda? Demak, bu o'zingizga bir ta'sir qilayotgan, bu hozirgi aytilayotgan narsa ilm afzalligi shu imkon bo'lmay qolsa. Masalan, deylik, hozir bir davra bo'lyapti yoki bir ustoz kelgan, shuni darsga tayyorlab borsangizgina darsingizni qabul qiladi, bo'lmasa yo'q deylik. Masalan, endi uni darsga tayyorlanish uchun bu yoqda boshqa darsingiz ham bor. Hammasiga tayyorlanib, hozir shu shayxga ketib qolguncha yoki borida foydalanib qolay desangiz, bu boshqa ishlaringizni kamaytirishingiz kerak. Shu jumladan qiyomlarni ham kamaytirish kerak bo'lyapti. Shunaqa paytlarda kamaytirib buni afzal ko'ring deymiz masalan. Lekin odatdagi holat, tartiblar qo'yish o'zingizning qo'lingizda. Masalan, qancha vaqtingizni qiyomlarga ajratish, qancha vaqtingizni ilmga ajratish. Albatta qiyomlarga vaqt ajratish kerak. Imom Ahmadning gaplari o'tdi. Ya'ni o'sha uyda tolibi hadis tunagan paytda abdastada suv qo'yadi, ishlatilmaganini ko'rib, o'qimadingmi desa, musofirman-ku dedi. Musofir bo'lsang nima qilib dedi. Hadis talab qilayotgan talib ilmini yerda bo'lmaydimi tunda kechasi dedi. O'zi qancha bu ibodatlarga bel bog'lasa, ya'ni yoshlikdan nima qilsa, birinchidan keksayganda ham shunga odatlanadi. Ikkinchidan Alloh muvaffaq qiladi. Shu kechalari qiyomda turgan va hokazo duo qilsa duolar ijobat bo'ladigan soat Allohga duo qiladiganni Alloh taolo yo'lini ochadi, ilm talabidagi yo'lini ham ochadi, Alloh o'zi tavfiq beradi. Ammo endi buni hujjat qilib olib bo'ldi, mutlaqo tashab qo'yish to'g'ri emas bu. Bu qaytaga o'sha ilmingiz sizni foydangizga emas, zararingizga qarab ketganning bir alomati, Alloh saqlasin. Agar bu narsalarni tark qilib ketaveradigan bo'lsangiz, ko'pchilik ozgina o'qib olgandan keyin ha sunnatku. Sunnatni tark qilish uchun o'rganamizmi? Yoki sunnatligini qancha bilgan sari uni ko'proq amal qilishni o'rganish kerak-da inson. Sunnatni tark qilish emas, balki unga muhabbat oshish kerak. Keyingi oxirgi masala, kechasi tahajjud o'qigan afzalmi yoki bomdoddan keyin Qur'on o'qigan afzalmi? Ya'ni bir kishi bor, ikkita ishni jamlay olmaydi. Ya'ni kechasi tahajjud o'qisa, bomdoddan keyin tashlaydi. To'g'ri. Na Qur'on o'qiydi, na zikr qiladi. Ya'ni odatini biladi. Yo, agar tahajjud mas to'g'ri bomdodga tursa, ya'ni tahajjud o'qimasdan bomdodga tursa, bomdoddan keyin zikr qila oladi, Qur'on o'qiy oladi. Qaysi biri afzal? Ya'ni bomdoddan keyin uxlasa ham kechasi tahajjud o'qigan afzalmi yoki bomdodgacha uxlab olib, bomdoddan keyin uxlama, zikrini qilib o'sha Qur'on o'qib nima qilganing afzal deyiladimi? Endi u albatta jamlashning imkoni bo'lmasa, ammo jamlashning imkoni bo'lsa, tahajjudda ham o'qisin, bomdodda ham kun chiqquncha kutsin endi. Masalan, kuta bilsa aslida shu afzal. Kun chiqquncha Qur'on o'qib, zikrlarni qilib, keyin dam olsa yaxshi.
Endi ba'zilar bor, yo'q men yog'iga endi ishga ketaman shu bo'yi. Jamlay olmayman, yo bomdoddan keyin ozgina uxlab olishim kerak, yo bomdodgacha uxlab olishim kerak, tahajjud o'qimasdan qaysi biri afzal desa, ya'ni xulosa ulamolar aytadiki, tahajjud o'qigani afzal deydi. Mayli bomdoddan keyin uxlab olsa ham, lekin nima afzal? Tahajjud o'qigani afzal deydi. Nimaga desa, chunki tahajjud birinchidan bu vaqti belgilangan ibodat. Yani kunduz kirishi bilan bo'ldi, tahajjud o'qiy olmaysiz. Ammo Qur'onni asnoda vaqt topishingiz, kunduz kuni qachon vaqt topsangiz ham o'qisangiz bo'ladi-da Qur'onni. Aynan bomdodda o'qiy olmasangiz, ishingizda ham bir orada vaqt topganda yoki boshqa paytdan bir vaqt topib o'qisangiz bo'ladigan bir nima ibodat. Aynan bomdoddan keyin o'qilsin degan joyi yo'q. Shuning uchun nima afzal? Agar jamlashning imkoni bo'lmasa, tahajjud o'qib, keyin bo'lsa uxlab olsa afzal deyishgan. Shayxul Islom rahimahulloh aytganlarki, namozda qiroat qilgan afzalmi? Ya'ni kechasi inson tursa, namoz o'qigani afzalmi, Qur'on o'qigani afzalmi deganda aytganlarki, javob berib, aslida namoz o'qish namozdan tashqarida Qur'on o'qishdan ko'ra afzal. Ya'ni oddiy Qur'on ochib olib o'qigandan ko'ra namoz o'qigan afzal dedilar. Lekin kimnidir haqqida o'sha Qur'on ochib o'qisam ko'proq tadabbur qilaman, lekin namozga tursam tadabbur qila olmayman desa, shu Qur'on ochib o'qib olishi uni qalbi uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, iymoni ziyoda bo'layotganini his qilayotgan bo'lsa, mayli o'qish namozning o'rniga shu o'tirib ochib bo'lsa ham o'qisin deb, u endi o'sha namozda xullas o'qish, ya'ni namoz o'qish Qur'on o'qishdan ko'ra afzalligini bayon qilish uchun aytgan. Shunda ham inson o'zini qalbiga qaysi bir manfaatliroq bo'lsa, o'shani qiladi deb aytganlar. Namoz o'qish afzalligi sababi o'sha namozda Qur'on o'qiysiz baribir. Namozda ham Qur'on o'qiysiz, zamsura o'qiladi, ho'kiz Fotihani o'qiysiz, zamsura o'qiysiz. Ya'ni tashqarida o'qiyotgan Qur'oningiz namozda ichida bor va boshqa zikrlar ham bor. Ruku qilasiz, sajda qilasiz va ho'kiz. Va tungi namozga xos targ'ib kelgan endi bu haqda o'tdik. Uni fazilatlari juda ham ko'p. Shuning uchun tungi tahajjud o'qigani afzal dedi. Lekin shunda ham aytganimizdek, bomdoddan keyin iloji boricha uxlamagan afzal, imkon bo'lsa jamlasa uni ham buni ham jamlagan afzal. Chunki eng baraka, ummatga baraka beriladigan payt shu bomdoddan keyingi payt. Bomdoddan keyingi paytda g'animat bilish kerak. Salaflardan kimdir o'tdi-ku, sahar paytda kelsam uxlayapti deydi. Sahar paytdan bir uxlaydimi deb aytdim deydi. Sahar paytda ham odam uxlaydimi? Ya'ni mana bu payt inson barakadan rizqida ham, boshqasida ham ishlayotgan bo'lsangiz ham, oddiy dunyoviy ishingizda ham, shu ertalab chiqib bomdod paytida masalan chiqib do'konni ochib boshqa qiladiganlarga Alloh o'sha rizqiga baraka beradi va hokazo. Ilm masalasida ham, ibodat masalasida ham hokazo kuningizga baraka beradi. Uxlasangiz uyqungizga ham baraka beriladi, peshin bo'ladi, kuningiz ketadi. Bu bir kuningiz yo'qoladi. Ya'ni shuning uchun u qachon? Masalan, Ramazon kechalari o'zi kechasi bilan bedor bo'lib o'tkazgansiz, boshqa endi iloji yo'q, o'zi bomdodga zo'rg'a manda qilib o'tiriladi, bomdod o'qigandan keyin uxlasangiz, endi bu kechasi bilan o'zi ibodatni o'tkazdingiz. Va shunaqa paytlar mayli nima qilinadi? Unda ham imkon bo'lsa o'zi quyosh chiqquncha kuta bilsangiz kuting. Yo'q, o'zi kechasi bilan ibodatda bo'lgansiz va hokazo. Shu paytda uxlasangiz endi bu narsaga nima qaralishi mumkin endi. Ammo boshqa payt o'zi iloji boricha jamlagan afzal bo'ladi. Allohu a'lam, shu bilan kifoyalanamiz. Bu birinchi bob tugadi bu bilan, tungi namoz ahkomlari haqida. Inshaalloh bitir namozi haqida, ikkinchi bob haqida yana Alloh nasib qilsa o'tarmiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.